بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الدرس الثالث والعشرون 23 درس أي الدرس الأخير آخر درس. Hem bugün dersimizde alohida yangi grammatikami yo'q va yangi so'zliklarmi yo'q, faqat sizlardan talab qilindig'ini oldingi darsdagi o'tgan ikki mazmun. Birisi g'ayr munsirif, yana birisi 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarningki ismlar bilan birikkandan keyingi ismlarning birlik, ko'plik yoki zivar yoki zir o'qilish ahvoli. Lekin sonlarningki erlik ismlar bilan qanday shaklda birikadi, ayollik ism bilan qanday shaklda birikadi, shu to'g'risida. Biz g'ayr munsirif to'g'riliq 6 turlik ismni g'ayr munsirif qilgan oldingi 22-darsda shu yerga qarab qaytadan ko'rsanglar bo'ladi esingizda bo'lmasa. Endi 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlar masalasiga kelsak, qayta bir qitim takrorlab o'tish to'g'ri keladi. 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlar ko'plik zir ismning oldida keladi. Ya'ni 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarning keyindan kelgan ismlar ko'plik zir shaklda o'qiladi. Bu bir. Yana birisi erlik ismlar bo'lib qolsa, son ayollik, ya'ni ta'lik keladi. Agar ayollik ism bo'lib qolsa, son erlik, ya'ni ta'siz keladi. Shuni tushunib olsak, bugungi dars shundan bilan oxirlashgan bo'ladi. Unda bo'lsa, biz bugungi dialogni o'qib, bir tahlil qilib boqaylik. Man anta ya akhi? Ana talibun jadid. Masmuk? اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ هات يا أستاذ. هذا لي، وهذا لمحمد، وهذا لحامد، وهذا لإبراهيم، وهذا لعثمان، وهذا ليوسف، وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. من أنت يا أخي؟ قرندشم siz kimu? أنا طالب جديد. من yangi o'quvchi. Bu yerda biz bugun maqsad qilayotgan grammatik yo'q. Masmuk, ismingiz nima? Ismi Ahmad. Ismim Ahmad. Nima o'rinda Ahmad g'ayri munsirif. Shunga Ahmadun deb o'qilmay Ahmadu o'qilyotdi. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana min Pakistan. Men Pokistondan. Pokiston g'ayri munsirif. Endi buning nima uchun g'ayri munsirif bo'lganligi oldingi darsga solishtirsak, bu sirt tildan, ya'ni ajam tildan kirgan so'z. Indi 7 dafatira. Menda 7 daftar bor. Qarab baqsaq, daftar 50 o'qachqa 7 ayollik shaklda keldi. Undan keyin 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardan keyin kelsam, ko'plik zir shaklda keladi. Dafatira deb zavar o'qilib qoldi. Nima ishqa? Chunki dafatir g'ayri munsirif bo'lib, zir o'qiladigan o'rinda zavar qo'llanmoqchi. Liman hiya? Ular kimning? Hati ya ustaz. Ustaz aklang. Hada li, bu mening. Va hada li Muhammadin. Muhammadin, bu Muhammadning. Va hada li Hamidin, bu Hamidning. Va hada li Ibrahima, bu Ibrahimning. Ibrahim g'ayri munsirif. Va hada li Uthmana, g'ayri munsirif. Va hada, bu Osmanning. Va hada li Yusufa, bu Yusufning. Va hada li Talhata, bu Talhaning. Endi bu shariki Ibrohim chet tildan kelgan so'z o'g'ach qazvar qildi. G'ayri munsirif bo'ldi. Osman oxirida ali bilan non bo'lgan xos ism bo'lg'achqa bu g'ayri munsirif bo'ldi. Yusuf bu chet tildan kelgan ism bo'lg'achqa g'ayri munsirif bo'lib zavar qildi. Talha oxirida tavb qolgan ism bo'lib qolg'achqa shunga bu zir o'qildi, zavar qildi. Yuqoridagilarning hammasi g'ayri munsirif. Hada kitabuka ya Muhammad. Muhammad, bu sizning kitobingizmi? La, hada kitabu Hamzata. Yo'q, bu Hamzaning kitobi. Ya, ammo shu o'rinda kitob mudof, Hamza muzofillay, muzofillay zir o'qilish kerak edi, ammo Hamza g'ayri munsirif bo'lg'achqa nima o'qilyotdi? Zir o'qilyotdi. Ayna Aliyun ya ikhwan? Qarindoshlar, Ali qayerda? Zahaba ila Riyod. Riyozga ketdi. Va ayna Yaqubu? Yaqubchu qayerda? Yaqubu g'ayri munsirif bo'lg'achqa tanwin o'qilmasdan taq o'qilyotdi, ha? ذهب إلى مكة. مكة مكة غير منصرف بوغاتقا إلى كاسمو زر قلمسن زبر قلاتدو. أين إسحاق؟ إسحاق يرتا. إسحاق غير منصرف بوغاتقا قوش قلمسن تق قلاتدو. خرج چخكتي. متى خرج؟ قچن چخكتي؟ خرج قبل 5 دقائق. 5 minut ilgari chiqib ketdi. Ana shu o'rinda
daqiqaning ustida tavog'achqa bu muannas hisoblanib, buning ishlatadigan 5 ni ayollik shaklda xams ishlatdik bu bir. Undan keyin xamsdan keyin kelgan ism ko'plik zir holatda keladi, ammo daqoiq g'ayri musrif bo'lg'achqa zir o'qilib daqoiqa deb o'qildi. Dialog tushunishlik bo'lgan bo'lsa, mashqlar, tamrinul avval, birinchi mashq, tuyandagi misollarni o'ylab boqing. Ya'ni Muhammad munsarif ism, Zaynab g'ayri munsarif ism. Munsarif ism oldiga min kelsa zir o'qili yuradi, muzof ilayhi zir o'qili yuradi, qo'sh o'qiladi. Masalan, min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitobi Muhammadin degandek. Zaynab o'xshash g'ayri munsarif ismlar, garchi oldiga zir o'qitadigan omillar kelsa-mu, g'ayri munsarif bo'lsa-mu, zir o'qiladigan o'rinda zir o'qiladi, qo'sh o'qilmaydi. Masalan, min Zaynaba ila Zaynaba li Zaynaba kitobu Zaynaba degandek. İkinci mashq o'qib yozing. Hamda tuyandagi 20 jumlani o'zinglar o'qib, o'zinglar yozib mashq qilasizlar. Diqqat qiladigan nuqta g'ayri munsariflarningki zir o'qilishi, zir o'qiladigan o'rinda qo'sh o'qilmasligi. Bu bir. Undan keyin 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlardan keyingi ism va sonlarning ism bilan moslashishi, erga ayollik, ayolga erlik kelish shakllari. 3-chi mashq tuyandagi so'zlarni o'qib, oxirini muqimlab yezing deydi. Uktub ha ma'a dabt awakhiriha. Oxirini muqimlab yezing. Ya'ni qanday o'qiladi? Masalan, demakchi o'qini ishidagi g'ayri munsarif ismlar o'qib qolsa, qo'sh o'qilmaydi. Oldida zir o'qitgan omil o'qib qolsa, g'ayri munsarif zir o'qiladi. Agar munsarif bo'lib qolsa, bu normal asosda qo'sh-pesh o'qiladi. Zir o'qitgan omil zir o'qilaveradi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. 4-chi mashq اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. Shuni tortib 10 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqing. Va tuyandagi so'zlardan har birini shu sonning sanalg'uchi qilganligini har birini 3 dan tortib 10 gacha sanab chiqing. Masalan, 3 masjid, 4 masjid, 5 masjid, 6 masjid degandek. Albatta bunda ismning erlik ayolligiga diqqat qilib turib, tilning sonning erlik ayollik qildiganligiga diqqat qilasizlar. Undan keyin ism son 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan ism ko'plik sir shaklda keladi. Mush taraflarga diqqat qilsanglar bu ketdi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma anfa'na bi kitabina hada. Ya Rabbana amin.